Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hammalaringizga salom deyman. Va o'tgan darsda nimani o'tgan edik? O'tgan darsda biz Istanbul yabanchilar uchun dars kitobi 2-unit A bo'limini ko'rib o'tgan edik. Bugun sizlar bilan Istanbul yabanchilar uchun dars kitobi B bo'limini ko'rib o'tamiz. Qisqacha eslatma, har dars boshida aytadiganim, sizlarga eslatma sifatida aytadiganlarim qaysilar? YouTube kanalimizni rivojlanishi uchun hozir videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, laykni bosing va bu darsni ko'rish davomida sizda chiqqan savollar bo'lishi mumkin va darsimiz oxirida bu dars sizga qanchalik foydali bo'layotgani haqida albatta komment qoldiring. Va eng undan ham ko'p yordam bera oladigan qismi esa sizlardan do'stlaringizga bu videoni ulashib qo'ying. Bu orqali sizlar nimaga yordam berasizlar? Bizni, ya'ni meni bu A1 darajadan boshlab C2 darajagacha bepul ravishda turk tili grammatikasini sizlarga yetkazib berishim uchun motivatsiya berishingiz mumkin bo'ladi, hurmatli o'quvchilar. Kelishdik. Bo'lmasam, bu dars 2-daraja bo'lmish, A2 daraja 2-unit B qismi. Siz birdaniga bu darajadan boshlayotgan bo'lsangiz, sizni qo'lingizga bu daraja darsi yetib borgan bo'lsa, sizga qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, siz endi turk tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, kanalimizga o'ting. Birinchi playlistni oching, ya'ni Istanbul yabanchilar uchun dars kitobi A1 daraja playlistini ochib, boshidan oxirigacha ketma-ketlikda ko'rib tugatib, keyin bu ikkinchi playlistimizdagi videolarni ko'rishni boshlang boshidan. Ya'ni bu ketma-ketlikdan 0 dan boshlab nimagacha o'rgatishgacha xizmat qiladigan videolar C2 darajagacha. Bu videoni qachon ko'rishingiz mumkin? Balkim bu video yuklangandan 2 yildan keyin qo'lingizga tushar, balkim 3 yildan keyin, balkim 5 yildan keyin hozir ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Eng asosiysi nima? Bu videoni yozishdan maqsad sizlarni bepul ravishda hech kimdan yordam olmagan holatda YouTube orqali turk tilini grammatikasini va qo'shimchasiga, albatta bu kanalimiz hozir yozayotgan paytimda grammatika yozish davom etyapti. Keyinchalik esa xalqaro TSS sertifikati, milliy sertifikat bo'yicha darslarimizni yuklayman va qo'shimcha bu turk tili darslarini batafsil ko'rish davomi tugagandan keyin qanaqa? Onda sonda mana bu TSS holatlarini ham ko'rib, batafsil ko'rib bo'lgandan keyin keyingi tillar, ingliz tili, undan keyin nemis tili, rus tili, koreys tili va qo'shimcha boshqa tillarni ham o'rganayotgan videolarni o'zim boshidan 0 dan boshlab eng yuqori darajagacha har bir qismini detaligacha tushuntirib beraman. Shuning uchun bu kanalga a'zo bo'ling. Faqat turk tili uchun moslangan kanal emas bu. Nasib qilsa hozir turk tili tugagandan keyin undan keyin boshlayotgan yangi tilimiz ingliz tili bo'ladi. 0 dan boshlab C2 darajagacha ko'rib beraman. Va qo'shimchasiga har tilda 2 ta bo'lim orqali video darslar yuklanadi. Hurmatli o'quvchilar, 3 ta bo'lim. Turk tili bo'yicha ham, ingliz tili, nasib qilsa undan keyin kelayotgan boshqa yangi tillar bo'yicha ham nima bo'ladi? 3 ko'rinishda videolar yuklanadi. 0 dan boshlab C2 darajagacha grammatika darslari, birinchi bo'lim etabi, ikkinchi bo'lim esa xalqaro va milliy sertifikat uchun maxsus tayyorlov video darslari bo'ladi va undan keyingi qo'yib doimiy undan keyin davom etayotgan darslarimiz esa turk tilini o'rganish bo'yicha qisqa, o'zimda yo'limdagi yo'nalishlar, sizlar uchun foydali videolar bo'ladi. Eng oxirgi etapga chiqqanimizda mana shu videolar qo'yib boriladi. Nasib qilsa sizlar bilan multi language, ya'ni nima degani? Bitta ya begona tildan tashqari boshqa turli tillarda bir paytda o'rganishga yordam beradigan kanal bo'ladi. Nasib qilsa bu Afzal Language kanalimiz. Xo'p. Turk tilini A2 darajasi Istanbul yabanchilar uchun dars kitobini boshlaymiz. Qisqa eslatmadan so'ng ketdi. Geçen hafta sonu 2 bölümümüz. O'tgan hafta oxiri. Nima deyilyapti? Xasta edim, kasal edim. Sovuq muydu? Sovuqmidi? Sıcak değildi. Sıcak değildi. Nima degani? Issiq emas edi. İspanya'daydik tarjimasi. Dün hava soğuk muydu? Kecha hava soğukmidi? Hayır, hava soğuk değildi. Yo'q, hava sovuq emas edi. Sen geçen hafta hasta mıydın? Nima degani? Sen o'tgan
hafta kasalmiding? Evet, ben geçen hafta hastaydım. Ha, men o'tgan hafta kasal edim. Tushunarli? Xo'p, grammatika qismiga o'tamiz. O'tgan darsda qisqacha eslatma yana. O'tgan darsda belirli geçmiş zamonini o'tgandik. Ya'ni aniq o'tgan zamonini, ya'ni de qo'shimchamiz bilan qo'shilgan holatda fe'limizni o'sha o'tgan zamonga tushilib batafsil ko'rib bergan edim. Bugun esa shu zamonimizda davomi bo'lgan belirli geçmiş zamonni ot holatida qanday yasalishi, ya'ni otlarimizni belirli geçmiş zamonida qanday tuslanishini ko'rib beraman grammatikasida. Ochamiz. İstanbul yabancılar için ders kitobi 28-sayfa, ya'ni 28-bet, ism jumlalarida belirli geçmiş zaman. Ot qatnashgan gaplarda yoki ot gaplarida aniq o'tgan zamon holati. Endi hurmatli o'quvchilar, buni xuddi fe'lga tushilib ko'rsataman. Faqatgina belirli geçmiş zamonni nimaligi, u qanaqa holatda bo'lishi, ularni men o'tgan darsda ko'rib berganman. Shuning uchun men bugun faqat ot holatida de qo'shimchamiz qanday tuslanib qo'shilishi, qanaqa fe'ldan farqli taraflari borligi, kishilik qo'shimchalarida nima qanday tuslanish holatlari borligini nima qilaman, ko'rsatib beraman. Boshladik unda. Nima deyishim mumkin? Har zamon o'tilganda ikkita holat shu zamon qo'shimchasi, ya'ni qaysi zamon bo'lsa o'sha zamon qo'shimchasi qo'shilishi orqali o'sha zamonga moslashtiriladi, ya'ni tuslanadi. Fe'l holatini tuslashini ko'rib o'tdik. Endi bugun ko'rayotganimiz ot holatini tuslanishi. Otlar ham o'tgan zamon, shimdagi zamon, boshqa zamonlarga tuslanadimi? Albatta tuslanadi. Faqatgina fe'l holatidagi tuslanishdan birozgina farqli taraflari bor. Bu nima? Birinchi o'rinda inkor holatini yasalishi. Eslaringizda bo'lsa, fe'l holatini inkor holati fe'lga ma qo'shimchamizda ikkilik sxema bo'yicha tuslanib qo'shilishi bilan yasalar edi. Ot holatida esa bundan farqli ravishda teskarisi. Ya'ni nima bo'ladi? Unga yordamchi deyil so'zi yordamga keladi. Qanaqa? Emas deb tarjima qilinadi. Deyil. Tushunarli? Buni qo'shgandan keyin undan keyinga qo'shiladigan de qo'shimchamiz, kishilik qo'shimchalarimiz esa endi inkor holatida fe'lga o'xshab turib, inkor fe'l ma qo'shimchamiz qo'shilganda ketma-ket qo'shilib ketilmaydi. Endi ot alohida ajraydi va deyildan keyin nima qo'shiladi endi? De qo'shimchamiz belirli geçmiş zamon yokida umumiy boshqa zamonlar o'tilsa, boshqa zamonlar qo'shimchalari va undan keyingi qisqilayotgan, ya'ni qo'shiladigan qismimiz esa nima bo'ladi? Kishilik qo'shimchalari bo'ladi. Endi men sizlarga qisqa holatda sizlar uchun formula yozib beraman hozir. Xuddi yuqorida o'tgan darsda agar ko'rmagan bo'lsangiz ko'ring. O'limli o'limsiz shaklini yasash uchun fe'l holatida belirli geçmiş zamon uchun umumiy formula yozib berdim. O'limli so'ri, o'limsiz so'ri orqali qanday yasalish haqida esa bitta yana formula yozib berdim. Fe'l orqali. Xuddi shu holat bo'yicha ot uchun ham moslab beraman hozir. Qaranglar. Birinchi qilayotganimiz otlarni inkor holati yoki oddiy shaklida o'tgan zamonda tuslanish uchun umumiy qoidasi. Ism birinchi yozilayotgani ism bo'ladi. Bu nima? Ot. Hop. Mana shunday qilsak yaxshi bo'ladi. Ism qo'shamiz. Undan keyin nima bo'lar ekan? Xo'p, bitta istisno holati bor, uni men aytib ketaman bitta joyida. Qaranglar. Qo'shiladi, qavs ichida y ochamiz. Endi buni y hisobi chiqish chiqmasligiga qarab turib, endi d'miz katta yoki kichik bo'ladi. Buni ham tushuntirib beraman hozir, qaranglar. Katta d va katta i. Xuddi yuqoridagi qo'shimchani o'zi. Faqatgina istisno holatlar bor. Hozir formulada ko'rib beraman. Ketdi. Keyingisi undan keyin qo'shilayotganimiz nima bo'ladi? Xo'sh, kishilik eklari qo'shamiz. Kishilik katta bilan yozib qo'ydim. Ya'ni nima degani? Kishilik qo'shimchalari uchta shaxs birlik va ko'plikka nisbatan. Kishilik eklari. Kishilik eklari. Bu qism nima uchun, nimaga yordam berardi? Bu o'z-o'zidan nimaga yordam beradi? Qarab turamiz. Qaysi qismini yasalishi o'limli shakli.
ot qatnashgan gaplarda, ya'ni ism jumlalarida belirli geçmiş zamanda olumlu shaklini yasalish holati bu. Tushunarli? Endi buni bunday qilib qo'ysam chiroyliroq chiqadi. Mana. Tonovoyni kichkinaroq qilib qo'yaman. Ana endi qaranglar. Bu juda katta bo'lib ketdi. Kichkinaroq qilish kerak ekan. Mana. Bunday qilamiz. Bo'ldi. Endi nimaga o'tkazamiz? Bunga o'tkazaman mana. Endi bu nima degani? Olumlu shakli. Belirli geçmiş zamanı ism cümlelerinde belirli geçmiş zamanının nimasi? Bunday qilaman. Mana. İsim cümlelerinde belirli geçmiş zamanı olumlu şekli deyman. Olumlu şekli. Endi shuni turk tili grammatikasi deyman. Turk tili alifbosi bo'lmagani uchun o'zimiz sh deb yozyapman. Lekin atak sh nimada bo'ladi? Turk tili holatida. Shekli bo'ladi. Buni bunday qilib ko'rsatib bersam bo'lar ekan. Mana nima deyilyapti? Birinchi holatimiz ot plus 7 kishilik eklari ism jumlalarida belirli geçmiş zaman olumlu shakli bo'ladi. Tushunarli? Endi qaranglar, buni tushuntirib beraman. Otimiz bor. Otimizni oxirgi qismi bilamizki, har qanday so'zda oxirgisi unli bilan tugaydi yoki undosh bilan tugaydi. Unli bilan tugaydigan holat uchun mana ye chiqib keladi. Ye albatta chiqadi. Tushunarli? Unli bilan otimizda oxirgi qismi chiqib tugaydigan bo'lsa, ye chiqib kelganda buni qaysi holatda bo'ladi? Kichkina d holatida bo'ladi. Yo'q, atak endi otimizda oxirgi qismi undosh bilan tugasa va u undosh qaysi undosh bo'lsa, nima edi? Pistiqcha shahapdagi undosh bo'layotgan bo'lsa, nima bo'ladi endi bunda? Mana bu joyimiz oxirgi qismda ye chiqmaydi va undan tashqari ikkinchi holatimiz pistiqcha shahapdagi 8 ta jarangsiz undosh bo'lsa, buni d, t bo'lib ketadi. Kelishdiga. Hurmatli o'quvchilar, otimizda oxiri unli bilan tugaydigan holat uchun ye chiqadi. Ye chiqayotgan bo'lsa, bu jarangli undosh bo'lgani uchun buni dimiz katta d, dligacha qolaveradi. Undan keyingi qism to'rtlik sxema otimizda eng oxirgi tugaydigan unliga qarab tuslanib qo'shib qo'yilaveradi. Yo'q, endi otimizda oxiri unli bilan tugaydigan holat uchun esa nima bo'lar ekan? Unli bilan tugashini tushuntirdim. Undosh bilan tugaydigan holat uchun esa jarangli undosh bo'lsa, ye chiqadi, d nimaligicha qolaveradi? D-ligicha qolaveradi. Ye chiqmaydi. Undosh bilan tugasa ye chiqmaydi, d-ligicha qolaveradi, to'rtlik sxema tuslanadi. Agar yo'q, otimizda oxirgi qismi undosh bilan tugasa va qanaqa undosh? Pistiqcha shahapdagi jarangsiz 8 ta jarangsiz undoshdan biri bilan tugaydigan bo'lsa, mana bu joydagi ye chiqmaydi. Mana bu joydagi dimiz t bo'ladi va undan keyin otimizda eng oxirgi tugaydigan unlisiga qarab mana bu t'dagi e harfimiz tuslanib qo'yilaveradi. Tushunarli? Bu yerda mana hasta turibdi-ku, hastani oxiri unli bilan tugagani uchun ye chiqyapti. Ye bor bo'lgani uchun, ye chiqqani uchun buni dimiz nima? Pistiqcha harf bilan tugamaydigan undosh bo'lgani uchun yemiz d-ligicha qolyapti. Hastani oxiri eng tugaydigan qism qaysi unli bilan tugayapti? A bilan tugayapti. To'rtlik sxema bo'yicha a bilan tugagani uchun ligicha qolyapti. Yedi bo'lib qo'shilyapti. Tushundiga? Yedi. Hastaydi. Tushundiga? Kasal edi. Kim kasal edi? Uni bilish uchun 3 ta shaxsdan xohlagan birlik va ko'plikdagi shaxsni qo'shimchalarni qo'shish orqali nimani qo'yamiz ekan? O'sha zamonda kim qanaqa edi? Men kasal edim. Ben hasta edim. Sen kasal eding. Sen kasal eding. Hastaydin. Nima bo'lar ekan? Mek yozib ketadigan buni. Bu yerga m xuddi tepadagi belirli geçmiş zamonda fe'l qismini qanday kishilik qo'shimchalar yozib bergan bo'lsam, bu yerda xuddi shu narsani yozib beraman. Masalan, ben uchun chiziqcha m ni qo'shsangiz yetarli. Sen uchun nimani qo'shsak yetarli? Chiziqcha n ni qo'shsangiz yetarli. Uchinchi shaxs birlik va ko'plikka nisbatan nima yo'q edi? Qo'shimcha yo'q edi. Krestchik. Buni ham krestchigim aytda bormidi? Mana krestchigimiz turibdi. Xo'p, endi biz uchun nima edi? K qo'shimchamiz edi. Chiziqcha K. Tushundik-a?
Siz uchun nima edi? Nis qo'shimchamiz edi. Nimiz nima edi? To'rtlik sxema bo'yicha tuslanardi. Chiziqcha n katta I kichkina z. Nis. Tushundingmi? Onlar uchun krestchik bo'ladi yokida nima qo'shilardi? Qarang, larni ham ikki xil holatda qo'shsangiz bo'ladi. Otdan keyin lar qo'shib, keyin d ni qo'shsangiz bo'lar ekan. Otdan keyin d ni tuslab turib, keyin larni qo'shsangiz bo'lar ekan. Ikki xil holatda. Shuning uchun buni ham ikki xil holatini berib ketgan. Tushunarli bo'ldi? Krestchik qilmaymiz, lar qo'shimchasi qo'shilish yoki qo'shilmasligi o'ziga bog'liq deb qo'yaveramiz. Xo'p, endi o'limsiz shakli uchun qanday yasaladi? Makka o'limsiz shaklini yasashni ko'rsatib beraman sizlarga hozir. Undan oldin krestchik qilib buni ko'chirib olaylikchi. Mana bu yerda copy qilamiz. Space krestchik flashok. Ko'chirib olmaydimmi buni? Ana bu joyda endi nima bo'ladi? Ism plus, endi ismni o'ziga plus bo'lmaydi endi. Bu yerga o'tamiz. Ozgina olib qochamiz. Ism alohida turadi. Undan keyin deyilda qo'yamiz. Deyilga y chiqish boshqa narsalar bo'lmaydi. Chunki oxiri l undoshi bilan tugaydi. Y degan narsa chiqmaydi. Deyil. D E G I L. Deyil. Endi buni y chiqmaydi chunki d ni ham o'zi kichkina bo'ladi. Nimaga? Tuslanmaydi. Chunki oxiri l bilan jarangli undosh bilan tugasa d tuslanish degan qoidani o'zi qolmaydi bunda. Shuning uchun nima bo'ladi? Kichkina d ni o'zi. Undan keyin to'rtlik sxema bormi? Bor. Kishilik eklari undan keyin qo'yiladi. Bu nimaga to'g'ri kelar ekan? Hozir ko'rsatib o'taman. Liniya Xo'p, nima bo'ladi? Xo'sh, makka yozaman. Belirli geçmiş zaman olumsuz şekli bo'ladi. Olumsuz şekli. Shaklini qo'shib yotibmiz ana. Tushunarli? Bu qaysi qism uchun yasaldi? Inkor holati uchun yasab berildi. Ot alohida turadi. Bunga o'xshab otga qo'shilmaydi-da bu qo'shimchalar deyilgan. Nima uchun desangiz, xasta emas edim. Mana bu emas. Muvaqqatda mana so'rilsa zo'r bo'lar ekan mana. Yaxshi narsa ekan. Mana. Ism alohida qolaveradi. Mana ko'rayotganimiz ikkinchi jadvalda ikkinchi qatorda ot oligacha turibdi. Deyil emas, d o'tgan zamon ma'nosini beradi. Emas dim, emas ding, emas d, emas dik, emas dilar. Yoki o'nlarga nisbatan bo'yicha lar qo'shdik. Emas dingiz, niz qo'shiladi. Tushunarli bo'ldi bu? Endi o'limli so'ruv shakli juda ham oson. Oddiy mana so'roq shaklini o'zini qo'yayotgan bo'lsak, endi nima bo'ladi? Ot qo'yiladi, xuddi bunga o'xshab. Ko'tarilib ketishini. Xo'sh. Makka so'roq shaklini yozib berishim kerak sizlarga mana. Ism deyildi, kishilik 2 deyapti. Endi bunda ism deyil bo'lmaydi. Nima bo'ladi uni o'rniga? M qo'shimchamiz. Makka qo'shib qo'y. Hozir. Mana bu joyga m ni qo'yib qo'yaman. Otga qo'shiladi bu endi. Plus m katta qo'shimchasi bilan endi otga qo'shilayotgan bas. Endi bunday qilamiz. M katta M katta holatida d endi y ortishi bunda bor hammasida. Y chiqib kelgani uchun kichkina d ni o'zi bo'laveradi bunda. Y har doim chiqadi, har doim so'roq shaklida. Y ni bunda yozib qo'yaman. Tushundingmi? D nima uchun katta bo'lmaydi? Chunki y'dan keyin kelgandan keyin albatta kichkina d gacha qolaveradi. Chunki jarangli undosh bu.
to'rtlik sxema bo'yicha nima bo'lar ekan? Bu qismimiz qolaveradi. Kishilik eklaridan xohlagan qo'shamiz ekan. Bunga misol qaysi desangiz, hozir ko'ramiz. Mana. Uni yozib qo'yay. Xo'p. Buni bunday o'chirib qo'yamiz. Bu kerak emas. Qaysi qism? Makka yozaman. O'limli shakli. O'limli so'ruv deb qo'yaman. O'limli so'ruv shakli. Bo'ldi mana. Nima bo'ldi? O'limli so'ruv shakli. Ism alohida turaveradi. M to'rtlik sxema bo'yicha otga qarab tuslanadi. Undan keyin 7 to'rtlik sxema bo'yicha bu so'roqdagi tuslanganga qaraydi. Kishilik eki men, sen, u yoki biz, siz, ular holatidagi qo'shimcha qo'shib qo'yilaveradi. Bo'ldi. Endi o'limsiz so'ruv shakli qanaqa bo'ladi? Xuddi shu mana ot bilan buni m ni orasiga, mana m ni orasiga nima kirib qoladi? Deyil kirib qoladi. Shuning uchun deyildan keyingi qism tuslanadi degan holat bo'ladiki, deyilga nisbatan o'zgarmas holatda baribir. Shuning uchun mi, y, d, i holatidan keyin hammasi bir xil bo'laveradi-da, kishilik eklarni o'zi qolaveradi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki deyil o'zgarmaydi. O'limli so'ru, o'limsiz so'ru, ya'ni emasmidim. Emas qanaqa qoladi? Qarang. Ben xasta deyilmaydim. Men kasal emasmidim. Sen xasta deyilmiding. Sen kasal emasmiding. Shuning uchun deyil kelganda mana bu to'rtlik sxema bo'yicha so'roq qo'shimiz bor-ku, mana bimiz mi bo'ladi. Miga qaraydi, mana bu dimiz ham di bo'ladi. Yidi, mi di. Kishilik eklaridan xohlaganingizni qo'shib qo'yasiz. Mana shuning uchun buni ikkalasini birlashtirib yozaman. Ustoz nimaga ajratib yozmadingiz? Alohida yozsa ham bo'laveradi, desangiz ham bo'laveradi, lekin deyildan keyin bular bari tuslanadi degan uchun umumiy yozib beraman sizlarga. Kelishdiga. Xo'p. Mana bu joyingizni cho'tka qilib yozib ajratib beraman hozir. Qaranglar. Ana bu qism esa nimani bildiradi? Mana ism deyil plus endi mana midini i qilamiz, mana buni i, mana buni ham midi. Kishilik eklarni xohlaganini qo'yasiz. Bu nima uchun ketadi? O'limsiz so'ruv shakli bo'ladi. Shuning uchun buni bunday qilamizda. Kopiravat qilib qo'yib turib, bunaqa ko'chiramiz. Nima qoldi hozir? Krestchik. Xo'p. Qism yaxshi narsa ekan. Mana bunday to'g'rilab ko'rsatgani, hurmatli o'quvchilar. Xo'p, bundan foydalanamiz. Dars davomida nasib qilsa foydalanamiz. Bu funksiyasidan ham ketdi. Endi qaranglar. Bunga nima yozib qo'yamiz? O'limli degan joyida o'limsiz so'ruv shakli deb qo'yaman. Tushunarli? Yasalishini ko'rdikmi? Har bir holat uchun o'limli, o'limsiz, o'limli so'ruv, o'limsiz so'ruv uchun ot shaklida o'tgan zamon, aniq o'tgan zamon shaklini har biri qanday yasalishiga oid formulalarni sizga batafsil yozib berdim. Tushunarli? O'rnaklarda o'qib ko'ramiz. Masalan, qarang. Geçen hafta sonu, geçen hafta çok yorgundum. Yorgun degan holati charchamoq. Tushundigan? Yorgun degani charchagan, charchash degan ma'noda tarjima qilinadi. Endi yorgunda oxiri undosh bilan tugayapti. Undosh bilan tugagani uchun mana bu pozitiv holati bor-ku, o'shandagi buni ye chiqib kelmaydi. D'miz yorgunda oxiri jarangli undosh bo'lgani uchun D'miz ham kichkina D'ligicha, ya'ni o'zi D holatini saqlayapti. Yorgunda eng oxirgi tugaydigan ullisi qalin ulli, umuman u bilan tugaydiganda u bilan tugayapti-ku. Qalin u bilan. Shuning uchun buni D'mizdagi I harfimiz u bo'lib qo'shilyapti, ya'ni du bo'lib. Yorgun, du nima degani? Kim charchagandi? Men charchagandim. Shuning uchun kishilik eklaridan nima qo'yilyapti? Mana ben uchun meni qo'shib qo'yapman mana yerga. Tushundingmi? Geçen hafta, ya'ni o'tgan hafta juda charchagandim. Tushunarli?
Ali 2 yil önce o'yrenci edi. Ali 2 yil oldin o'quvchi edi. O'yrenci oxiri unli bilan tugaydi. Mana bu pozitiv gapdagi ye chiqib keladi, chunki otimizda oxiri unli bilan tugayapti. Endi dimiz daligacha qoladi, chunki unli bilan tugaganda ye chiqib kelsa yega qaraydi, yemiz jarangli undosh daligacha qoladi. Va oxirgi qismi to'rtlik sxemaga qanaqa tuslanadi desiz, o'yrenjini oxiri qanaqa unli i bilan tugayapti. To'rtlik sxema bo'yicha i bilan tugasa iligacha o'zgaradi mana imiz. Shuning uchun yedi deb qo'shilyapti. Yedi. Tushundingmi? O'yrenjidi. Nima uchun kishiliklardan birontasi yo'q ustoz bunda desiz, Ali 3-shaxs birlikka nisbatan u bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni mana bu krestik bor shaxsimiz, ya'ni 3-shaxs birlik nima? U bo'ladi. Bunga nisbatan kishilik qo'shimchasi yo'q bo'lgani uchun men krestik qilganman. Shuning uchun bu yerda ishlama yo'q. Nima degan ekan? Ali u. Alining o'rniga u qo'ysangiz ham mana gap to'g'ri bo'laveradi. U 2 yil önce o'yrenchi edi. Kim? Ali. Tushundingiz endi? Ot bilan yasalish holatlari batafsil tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hurmatli o'quvchilar, vazifalarni to'liq bajarasizlar. Mana qaranglar, to'liq berib qo'ygan. Dars kitobidan tashqari chalishma kitobi ham bor. Hozirgi men bu tartibda tushuntirishimdan keyin albatta bu vazifalarni to'liq bajaringlar va grammatikasini takrorlasalaringizgina eslaringizda, ya'ni xotirangizda qoladi. Vazifalarni bajarasiz. Javoblari yo'q-ku orqasida ustoz desangiz, komment qismida tushunmagan joyingizni yozib qoldirishingiz mumkin yoki Telegramdan profilga o'tib menga nima qilishingiz mumkin, yozishingiz mumkin. Xo'p, hammalaringizga rahmat. Dinlama qismini to'liq tugatib, bugungi bo'lim, ya'ni 2-B unit Istanbul yabanchilarcha A2 darajamiz 2-uniti B qismini tugalladik. Hammalaringizga rahmat. Charchamanglar. Keyingi darsda ko'rishguncha